Bu g'alati qabila haqida eshitganmisiz? Unda erkaklar o'z juftiga sodiqlik va sadoqatlik belgisi sifatida ikkala qo'lini kesib beradi. Ha, bu hazil emas. Bu qadimiy tog'lar bag'rida sirli qabila an'analarida erkak turmushga chiqishdan oldin o'z qo'llarini ayollarga to'ydan oldingi sovg'a sifatida topshirishadi. Bu nafaqat sevgini ifoda etish, balki ayoliga butunlay bo'ysunishni bildiruvchi muqaddas rasm-rusum hisoblanadi. Agar erkak bunday marosimni rad etsa, u darhol zanjirlanadi, jamiyatdan ajratiladi va qat'iy jazoga tortiladi. Chunki bu qabilaning urfidan chiqish jinoyat bilan teng. Bu jamiyatda ayollar hukmron. Ular hayotning barcha javhalarini boshqaradi, oiladan tortib siyosatgacha. Nikohdan so'ng erkak nafaqat qo'llaridan ayriladi, balkim oiladagi har qanday qaror ayol tomonidan qabul qilinadi. Ovqatdan tortib farzandlar tarbiyasigacha. Bu urf allaqachon qariyb 100 yildan buyon amal qilib kelmoqda. Qishloq bo'ylab yurganingizda har bir erkakni qo'lsizligini ko'rasiz. Bu ularning sodiqlik nishoni. Endi savol: siz shunchalik sodiq bo'lishga tayyormisiz? Sevgi uchun qo'llaringizni qurbon qilarmidingiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.